Uyg'urlarni o'zingizga musulmon birodar deb qabul qilsangiz, bu videoni oxirigacha eshiting. Shunday deyishga majburman. Dunyoda nimalar bo'lmoqda? Gap turkistonlik Uyg'ur musulmonlar haqida ketmoqda. Buni aytib chiqmasam bo'lmasdi. Uyg'urlar holatini yillar bo'ylab qay tarzda yashab kelayotganlarini bilsangiz kerak. Bilmasangiz uyatish. Bu Uyg'ur musulmonlari necha yillardirki yovuz Xitoy qo'lida asirlikda yashab kelmoqda. Masalan, Falastindagi holatlarni ham bilamiz, lekin dunyodagi eng katta azobni chekayotganlar bu aynan Uyg'urlar. Qolgan yurtlarda ham musulmonlarga nisbatan zulmlar yetarlicha, lekin Uyg'urlarga bo'layotgani shunchaki ta'rifsiz. Har biringizdan bular uchun doim duo qilishingizni va holatlari haqida ko'proq o'rganishingizni so'rab qolaman. Endi esa shu kunlarda bo'layotgan holatlar ila tanishing. Butun Urumchi shahrini karantinga olganlari, insonlarni uylariga qamab, ochlikka mahkum etganlari, och qoldirganlariga 100 kundan ko'proq bo'libdi. Hatto domlarga kirish eshiklarini ham qattiq qulflangan. 24-noyabrda esa Urumchi markazidagi bir katta binoda yong'in chiqqan. 4 soat davom etgan bu yong'inda barcha insonlar uyiga qulf bosilgani uchun qancha urinsalar ham ko'chaga chiqa olmaganlar. Yong'in mashinasi yong'in chiqqandan 4 soat so'ng kelgan, lekin podyezdlar eshiklari ham qulf bo'lgani uchun yordam ko'rsatilmagan. Bino ichida 44 dan oshiq inson shunchaki hayotdan ko'z yumgan. Axborot vositalarida o'lganlar soni ancha kam ko'rsatilyapti. Mahalliy aholi esa 44 dan oshiq inson o'lganini aytayapti. Uyg'urlar tomonidan internetda xitoyliklar zulmiga oid biror kichik narsani ulashish ham qat'iyan taqiqlangan. Hatto farzandi chetda o'qisa-yu, o'sha farzandi bilan telefon orqali gaplashganida oz bo'lsa-da ham holatim yomon degan so'z ishlatilsa, o'sha vaqtni o'zidayoq ularni maxsus lagerlarga olib ketishadi. Masalan, Turkiya, arab davlatlari yoki shunga o'xshash musulmonlardan iborat bo'lgan davlatlarga o'qishga ketgan yoshlar oilalari bilan telefonda gaplashish huquqidan ham mahrumlar. Chunki gaplashsa oilalari bundan zulm ko'radi. Oldinlari Uyg'ur yoshlari bemalol chetga o'qishga ketishardi. Hozir esa umuman imkonsiz holatga kelgan. Aholining pasportlari xitoylik mas'ul shaxslarning qo'lida turadi. Hozirgi paytda Uyg'urlardan qochib, ya'ni Uyg'uristondan qochib kelayotgan yoshlar esa ota-onasi va qarindoshlari undan keyin xavf ostida qolishlarini bilib turib qochishyapti. Chunki boshqa imkonlari ham yo'q. Katta yoshliklar qochishga imkonlari bo'lmaydi. Yoshlar esa ular bilan birgalikda shunchaki o'sha yerda yashab yurishlari kerak. Ta'lim ola bilmasliklari, tutqundek, mahkumdek yashashga, diniga umuman amal qila olmasliklari va yana shu kabi holatlardan ko'ra kimdir jonini xavfga solib qochishni afzal biladi. Urumchi xalqi uchun hatto musulmonlarda ishlatiladigan, ya'ni assalomu alaykum deb ishlatish ham taqiqlangan. Endi qolgan taqiqlar haqida o'zingiz o'ylayvering. Bu ma'lumotlarni Uyg'urlarning bergan intervyularidan eshitganman, o'qiganman. Ya'ni o'zlari shu holatlar ichida yashab o'tishgan Uyg'urlar birozgina chiziqdan chiqadigan holat qilishlari bilan maxsus tarbiyalash lagerlariga jo'natiladi. U yerdagi holatlar esa ta'rifsiz ravishda ayanchli. Shu kunlardagi tutqunliklar va yong'in haqida video va ma'lumotlarni ulashgani sabab hozirda Urumchida internet butunlay cheklangan. Aloqa vositalari taqiqlanib, ijtimoiy tarmoqqa ma'lumotlar joylagan Uyg'urlar qamoqqa olingan. Ular qamoqqa olinishini, jazoga tortilishini bila turib, u Xitoyning yovuzliklarini ulashdi. Bu ishni qilish uchun esa keragidan ortiq aziyatni chekkan bo'lishi kerak inson. Hatto Urumchida yashaydigan xitoyliklar ham 4-5 kunlab och qolganliklarini keltirib o'tishgan. Xitoyliklar och qolgan bo'lsa, Uyg'urlarning ahvoli qanday ekan? Tabiiyki, ular uchun bundan-da battar, yomonroq holat bo'lgan. Bo'lgan ishlardan o'ta ta'sirlangani natijasida nafratlarim yuzaga chiqib, ba'zi ma'lumotlarni aytishga harakat qildim. Uyg'ur xalqi uchun duoda bo'ling, iltimos. Mana bu siz suratda ko'rib turgan insonlar kim? Turmush o'rtog'i va katta o'g'li Xitoy tomonidan ancha yil oldin maxsus lagerlarga olib ketilgan ona va farzandlari. Karantinga olingan uyda, o'sha yong'in chiqqan uyda 4 farzandi bilan qolgan bu ona yong'in paytida keragidan ortiq aziyatlangandan so'ng bolalari bilan birga hayotdan ko'z yumishgan.
5 yoshdagi eng kichik qizi esa hatto hali otasi yuzini bir bora ko'rmagan edi deb keltirilgan. Iltimos birodarlarim, Uyg'ur xalqi, Uyg'ur musulmon birodarlar